Bugun iftorlik uchun go'shtli kish tayyorladim. Nima u deb hayron bo'lmanglar, nomi shunaqa ekan. Un bilan tuzni ozgina aralashtirib olib, ustidan sariyog'ni solib, kroshka holiga keltirib olamiz. So'ng muzdekkina suvlarni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz va nachinkalar tayyor bo'lguncha uni tindirishga olib qo'yamiz. Sous uchun ikkita tuxum, tuz va murchdan solib, ikkita yong'oqlarni cho'rkadan chiqazoramiz va uni yaxshilab aralashtirib, ustidan slivka yoki smetanadan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va tayyorlagan xamirimizni qolipimizga yoyib, chetlarini chiqarib chiqamiz va vilka bilan shunaqa teshikchalar hosil qilib, ustidan ozgina sir va ozginagina yog'da chesnok bilan qovurib olingan qiymalarni solib, uni bir tekisda qolipga moslashtirib, ustidan xohishga ko'ra cheri pomidor yoki oddiy pomidorlarni kubik qilib to'rab sovuramiz va ustidan oldindan tayyorlab qo'yilgan sousimizni quyib, ustidan sirlarni sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, ko'rinishini o'zi ishtahangizni ochadigan, mazasi esa juda ham mazali chiqadigan kishimiz tayyor. Agar oldindan tayyorlab qo'ysangiz, iftorlikka qo'yishdan oldin ozgina yana duxovkaga tiqib oling. Shunda issiqqina bo'lib, sirlari ham cho'zilib chiqadi.